Taxminen 150 kishilik huquq qo'g'dag'uvchisi Airbnb'ning bosh ijroiya amaldori Chezekiga yozgan xatida Airbnb'ning Xitoyning dahshatli kishilik huquq tafsandichiligi xotirasini nazardan soqit qilib, vaziyatni normallashtirayotganligini ta'kidlash bilan birga, bu shirkatning Uyg'ur va Tibet jamoatiga qilingan kishilik huquq tafsandichiligi badaliga texmo keng sayohat kasbini qo'llashi va taraqqiyotiga ilhom bermasligi kerakligi bildirilgan. Mazkur shirkat 2022 yillik Beijing qishloq olimpik tanarkat musobaqasining rasmiy qo'llovchilarining biri. Kishilik huquq tashkilotlari Xalqaro olimpik komitetining qo'llovchilarini Xitoyning Uyg'ur, Tibet va Hong Kong aholilariga qarshi kishilik huquq tafsandichiligi sababli Beijing bilan bo'lgan hamkorligini tekshirishga taklif qildi. Shuning bilan bir vaqtda xalqaro jamiyat va hukumatlarni 2022 yillik qishloq olimpik tanarkat musobaqasini boykot qilishga chaqirdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Bિલન Amerika Tashqi ishlar ministrligining tor betida bayonot e'lon qildi. U bu bayonotida yana mundaq degan: Xalqaro jamiyat Xitoyni kunsiri ayblayotgan bu mezgildimi, Xitoy yanala Sharqi Turkistonda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilmoqda. Amerika Xitoy hukumatini Uyg'ur va boshqa millatlarni bostirishni to'xtatishga, lager va qamoqxonalarga xohlagancha solab qo'ygan insonlarning hammasini qo'yib berishga yana chaqiradi. Biz bugun o'z ittifoqdoshlarimiz bo'lgan Angliya, Kanada va Yevropa ittifoqiga hamdam bo'lish, ularning harakatiga qatnashish uchun bu harakatni qo'llandik. Ittifoqdoshlarimiz yana Sharqi Turkiston va boshqa davlatlarda yuz bergan zo'ravonlikqa munosabatli kishilik huquq jinoyatlarini jazoladi. Bu harakatlar shuni ko'rsatadiki, biz ko'p taraflama hamkorlashish orqali kishilik huquqni qo'g'dashni kuchaytiramiz hamda Xitoy kompartiyasining qabih qilmishlaridan hisob olamiz. Avstraliya bilan Yangi Zelandiya hukumatlari 23 mart birlashma bayonot e'lon qilib, Uyg'urlarning vaziyatidan qattiq andisha qilayotganligi, Yevropa ittifoqi, Angliya, Kanada va Amerikaning Xitoy kompartiyasining Uyg'ur elidagi amaldorlarga yurgizgan jazolash tadbirlarini qo'llaydiganligini bildirgan. Bu yozma bayonot Avstraliya Tashqi ishlar va savdo ministri Marisa Pin bilan Yangi Zelandiya Tashqi ishlar ministri Nanai Mahotaning nomida e'lon qilingan. Bayonotda yana Uyg'urlarga qaratilgan ig'ir kishilik huquq tafsandichiligiga oid aniq dalillarning borligi eskartilib, Avstraliya bilan Yangi Zelandiya, Kanada, Yevropa ittifoqi, Angliya va Amerikaning tunugin kechida e'lon qilingan embargo tadbirlarini qarshi oladi. Biz bu davlatlarning jumladan butun Avstraliya va Yangi Zelandiya jamoatlarida mavjud bo'lgan bu cho'nqur andishalarga o'rtoqlashimiz deyilgan. Yevropa ittifoqi Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirish siyosati sababidan bir qism Xitoy amaldorlarini jazolash qarori va Xitoyning bir qism Yevropa siyosiyonlari va organlarga jazo yurgizganligini e'lon qilishi taraflar o'ttirsidagi ziddiyatni kuchaytirdi. Germaniya, Fransiya va Belgiyani o'z ichiga olgan Yevropadagi bir qancha davlat o'z davlatidagi Xitoy bosh elchilarini tashqi ishlar ministrligiga jiddiy chaqirib e'tiroz bildirishdi. Yana bir tarafdan Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Yevropa ittifoqining Beijingda turishliq bosh elchisi Nikolas Chapoisining Xitoy amaldorlariga qaratgan jazo qarori sababidan ministrlikka chaqirilganligi bildirildi. Rossiya Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bilan Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi dushanba kuni kechda Xitoyning Guilin shahrida ko'rishgandan keyin birlashma axborot e'lon qildi. Lavrov Amerika va G'arb davlatlarining Rossiya va Xitoyga jazo yurgizayotganligini eskartib, bu jazoning qabul qilinmaydiganligini ta'kidladi. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Lavrov bilan ko'rishganda G'arb davlatlarining, bo'libmi Yevropa ittifoqi va Amerikaning Uyg'ur rayonidagi kishilik huquqqa daxl-taruz qilganligini bahona qilib, Xitoyga qarshi pozitsiyada tutganligini aytdi va G'arbdagi bir qancha kuch Xitoyga tuhmat chaplash va ayblash uchun qayta-qayta sahnaga chiqdi dedi. Xitoyning ichki ishlariga aralashish davri mangu davomlashdi degan Wang Yi, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashidan 80 necha davlat Xitoyning Uyg'ur siyosatini qo'llaydi dedi.
Türkiye Tashqi ishlar Ministrligi Xitoy Tashqi ishlar Ministri va Davlat komissari Wang Yining Turkiyada rasmiy ziyoratda bo'ladiganligini e'lon qildi. Bayonotda mundaq deyildi: Xitoy Xalq Cumhuriyeti Davlat komissari Tashqi ishlar Ministri Wang Yi 2021 yili 24 martdan 26 martgacha davlatimizni ziyorat qiladi. Bayonotda aytilishicha, yig'in jarayonida ikki taraflik munosabatdan boshqa rayon va xalqarodagi navbatdagi masalalar muzokara qilindi. Tashqi ishlar ministri Wang Yi prezident Rajab Tayyip Erdo'g'an bilan ko'rishadiganligi mo'ljallanmoqda. Yana bir tarafdan 25 mart Turkiyadagi Uyg'ur tashkilotlari Xitoyga qarshi keng ko'lamli namoyish va axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazishga tayyorlik qilmoqda.